Kelin, nega menga bir og'iz aytib ketmadingiz a? Oyijon, sizga aytib ketadigan holatda emasdim. Nimadir bo'ldimi? Behruz yaxshimi? Yaxshi emas, oyijon, yaxshi bo'lsa ketarmidim. Nima bo'ldi? Oyijon, dorilarga pul topolmayapman. Behruz ko'zini ochmayapti. Shifokorlar ko'zini ochish uchun dori yozib berdi. Lekin menda uncha pul yo'q. Xo'p, nech pul ekan shu dorilar? 2,5 million. Menda unaqa pul yo'q-ku, oyijon. Bolam ko'z oldimda o'lyapti. O'sha yerda kutib turing. Men hozir yetib boraman. Xo'p, oyijon, tezroq keling. Ahmoq. Bunga farzand sinov uchun berilganmikin? O'zing shifo ber bolamga. Agar rostini bilmaganimda, men seni yolg'onlaringga ishonardim. Sodda bo'lmang. Bu hayotda eng qiyini kimga aytayman? Vijdonli va sodda odamga. Uni ham mal deydi. U esa yolg'on gapira olmaydi. Yolg'on gapirganlarni kechira olmay, vijdon azobida yuradi. To'g'ri. Aqllisan. Judayam aqlli. Menga qara. Ertaga oila qurganimiz 3 yilligi ekan. Biror joyda nishonlaymizmi? Agar kampirdan biror narsa undirib olsam, Aha. mazza qilib yeb ichamiz. Bolang o'zi nima qildi? Nimaga ko'zini ochmayapti? Bir hafta shunaqa yotsin, keyin o'zim bilaman nima qilishni. Hamshira bilan gaplashganman. Bolaga uyqu dori beryapti. Haligi e'tibor kamligi uchun o'sha yerga olib borganman. Balki shifokor bilib qolsa, buvsinikiga olib boraman. Mayli, unda yur shifoxonaga boramiz. Qaynonang tag'in borib qolmasin. To'lov qabul bo'ldingizmi? Ha, qabulganman. Yuring. Qani yur.